مضيت إليك بحبل الرجاء وعهد الوفاء ودرب العطاء، ففي العمر وعد للقياك جاء يداوي الفؤاد وينسي العناء. تركت المكان وحل السكون وطاب المسير لدرب المنون، فمن لي إذا اشتد خطب الشجون ومن لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alloh taolo bu ummatni payg'ambarlar yo'li bilan sharaflagan bo'lib, u yo'l Alloh taologa da'vat qilishdir. Alloh taolo marhamat qiladi. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar. Yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Yana Alloh taolo aytadi: "Ayting, mening yo'lim shudir. Men va menga ergashganlar Allohga da'vat qilamiz." Allohning fazli bilan biz da'vat yo'lida xizmat qilayotgan birodarlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida da'vat elchilari loyihasi doirasida oylik kafolat yordam tarqatishni amalga oshirmoqdamiz. Bu yordam og'ir va sinovli davrda Alloh taologa da'vat qilayotgan birodarlarimizni e'zozlash va qo'llab-quvvatlash uchundir. Zero bu yo'lda xizmat qilayotganlarni qadrlash bizning burchimizdir. Avvalo Alloh taologa shukr qilamiz. So'ngra bu xayrli ishda o'z hissalarini qo'shayotgan aziz o'zbek birodarlarimizga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolodan ularni va ularning ehsonlarini qabul qilishini, biz tomonidan va barcha birodarlarimiz nomidan ularga eng go'zal mukofotni ato etishini so'raymiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kim odamlarga shukr qilmasa, Allohga ham shukr qilmagan bo'ladi degan hikmatdan kelib chiqib, bizga ko'rsatgan yordamingiz uchun sizlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Biz Alloh taolodan sizlarning mol-mulkingizga baraka berishini, qilgan sadaqalaringizni qabul qilishini so'raymiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. سأطوي حنين. الشكر الجزيل لشباب الأوزبك على ما قدموه من كفالة للدعاء، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. حديث الخشوع أحن وأعرف أن لا رجوع، فأرثي الوداع بصمت. نشكر شباب الأوزبك على هذا العطاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم بما يدعمون الدعاء والمبلغين دين الله عز وجل. بدرب الدعاء فمنك البداية منك الرضا، وفيك انتهى الحب بعد الوفاء. فيا رب إني رضيت القضاء وأنهيت وجدي بدرب الدعاء، فمنك البداية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لإخواننا الأوزبك، شباب الأوزبك على دعم الدعاء، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.